Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani ochiq va sodda tilda muhokama qilaman. Pensionerlarga pul qaytarilishi, pensiya indeksatsiyasi. Qayta hisob kitoblar va ayrim hollarda odamlarga sizga qo'shimcha pul tushadi deb va'da berilib, keyin umuman boshqa holat yuzaga kelayotgani haqida gaplashamiz. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki har birimizning uyimizda nafaqaxo'r ota-onamiz, bobo-buvimiz, qarindoshimiz bor yoki ertaga o'zimiz ham shu tizimga kiramiz. Men bugun sizga shunchaki mish-mish emas, amalda odamlar duch kelayotgan holatlarni, qayerda xato bo'lishi mumkinligini, kim pulni qaytarib olishi mumkinligini, kim esa aldanmasligi kerakligini tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta noto'g'ri ariza, bitta tekshirilmagan SMS yoki bitta e'tiborsizlik sizni puldan mahrum qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar aynan vaqtida eshitilsa foyda beradi. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi deganda nimani tushunamiz? Oddiy tilda aytsam, indeksatsiya bu pensiya miqdorini narx-navo o'sishi, ish haqi va iqtisodiy ko'rsatkichlardagi o'zgarishlarga moslab oshirish degani. Ya'ni davlat bugun bozordagi narxlar kechagidek emas, odamning minimal ehtiyojlari ham o'zgargan deb pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqadi. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya oshsa, oddiygina bank kartasiga yoki naqd shaklda oldingidan biroz ko'proq pul kelganini ko'rardi. Odamlar ko'pincha pensiyam falon so'mga oshibdi deb xursand bo'lardi. Lekin bu oshish qaysi asosda bo'ldi? Ish staji to'g'ri hisoblandimi? Ish haqi arxivdan to'liq olinganmi? Imtiyozlar qo'shildimi? Buni ko'pchilik tekshirmasdi. Mana muammo ham shu yerda boshlanadi. Hozir esa raqamlashtirish kuchaydi. Ma'lumotlar bazalari bir-biriga ulanmoqda. Eski hujjatlar qayta tekshirilmoqda, arxiv ma'lumotlari topilmoqda. Ayrim hollarda esa oldin hisobga olinmagan ish staji yoki ish haqi ko'rsatkichlari aniqlanmoqda. Natijada ba'zi pensionerlarga pensiya qayta hisoblanishi va o'tgan davr uchun farq puli qaytarilishi mumkin. Lekin shu bilan birga firibgarlar ham bu mavzudan foydalanib, sizga indeksatsiya puli chiqdi. Pulni olish uchun karta raqamingizni yuboring. SMS kodini ayting deb odamlarni aldayapti. Shuning uchun men bugun ikkita narsani aniq ajratib beraman. Birinchisi qonuniy qayta hisob kitob va pul qaytarish holatlari. Ikkinchisi pensiya indeksatsiyasi nomi bilan qilinayotgan aldovlar. Eng avvalo pensiyasi kam chiqayotgandan shubhalanadigan odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, odam 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi juda past. Bunday holatda savol tug'iladi. Uning barcha ish staji hisobga olinganmi? Sobiq kolxoz, zavod, maktab, shifoxona, qurilish tashkiloti yoki boshqa joylardagi ish davrlari bazaga to'g'ri kiritilganmi? Harbiy xizmat, dekret ta'tili, nogiron farzand parvarishi, imtiyozli ish sharoiti kabi davrlar pensiya hisobida inobatga olinganmi? Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat bor. Masalan, bir ayol 1985 yildan 2005 yilgacha tuman shifoxonasida ishlagan. Keyin boshqa tashkilotga o'tgan. Pensiyaga chiqqanda unga 27 yil staj hisoblab berilgan. Ayol men bundan ko'proq ishlaganman-ku deb shubha qilgan. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, eski shifoxona arxividagi 4 yil ish haqi ma'lumoti to'liq olinmagan. Yana bir davrda familiyasi nikohdan keyin o'zgargani sababli hujjatlar bazada mos kelmagan. Natijada ariza berilib, arxiv ma'lumoti topilib, pensiya qayta hisoblangan. Agar farq qonuniy asosda tasdiqlansa, odamga faqat kelgusi oylardan oshirilgan pensiya emas, ayrim hollarda oldingi davr uchun ham farq puli to'lanishi mumkin. Ikkinchi misol. Bir erkak kishi 40 yil qurilish sohasida ishlagan. Lekin ayrim yillarda ish beruvchi hujjatlarni to'liq topshirmagan yoki ish haqi vedomoslari arxivga o'tmagan. Pensiya tayinlanayotganda minimal ma'lumotlar bilan hisoblab yuborilgan. Keyinroq u eski ish joyi vorisi bo'lgan korxonadan ma'lumotnoma olgan. Ma'lum bo'lishicha uning oyligi o'sha davr uchun ancha yuqori bo'lgan. Bunday holatda pensiya bazasi o'zgarishi mumkin. Masalan, oldin 20 million 200 ming so'm pensiya olgan bo'lsa, qayta hisobdan keyin 20 million 460 ming so'm bo'lishi ehtimoli bor. Farq 2 ming so'm. Agar bu farq bir necha oy yoki qonunda belgilangan davr uchun qo'llansa, odamga sezilarli summa qaytishi mumkin. Lekin mana bu joyda juda muhim noziklik bor. Hamma qayta hisob ham orqaga cheksiz davr uchun pul qaytaradi degani emas. Ba'zi holatda qayta hisob ariza berilgan kundan boshlab amalga oshiriladi. Ba'zi holatda xato pensiya organi tomonidan qilingan bo'lsa, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma pensionerlarga falon million so'm qaytarilar ekan degan gapga darrov ishonmang.
Har bir insonning holati alohida tekshiriladi. Kimlar ko'proq xavotir olishi va hujjatlarni tekshirishi kerak? Birinchidan, pensiyaga eski yillarda, ya'ni ma'lumotlar elektron bazaga to'liq kiritilmagan davrda chiqqanlar. Ikkinchidan, mehnat daftarchasida tuzatishlar, o'chirishlar, imlo xatolari, familiya o'zgarishi, muhr noaniqligi bo'lganlar. Uchinchidan, bir nechta tashkilotda ishlagan, korxonasi ko'plab ketgan, hujjatlari arxivga topshirilgan pensionerlar. To'rtinchidan, uzoq yillar og'ir, zararli yoki imtiyozli sharoitda ishlagan, lekin imtiyozlari pensiyada aks etmagan odamlar. Beshinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya o'rtasida qayta tanlov qilish huquqi bo'lishi mumkin bo'lgan fuqarolar. Kimlar esa vahimaga tushmasligi kerak? Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada ko'rinib turgan bo'lsa, pensiya tayinlanayotganda barcha hujjatlarni topshirgan bo'lsangiz, pensiya miqdori bo'yicha tushuntirish olgan bo'lsangiz, unda darhol meni aldashibdi deb o'ylamang. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki tizimda inson omili bor, arxivda xato bo'lishi mumkin, ish beruvchi vaqtida badal to'lamagan bo'lishi mumkin. Endi pensiya indeksatsiyasi aldov bo'lib chiqdi degan gapga to'xtalay. Bu ibora ko'pincha ikki ma'noda ishlatilmoqda. Birinchi ma'nosi, odamlar real o'sish kutadi, lekin narxlar undan tez o'sadi. Shuning uchun pensiya oshgani sezilmaydi. Masalan, pensiya 10% oshdi, lekin dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal xarajatlar ham oshib ketdi. Pensiyaning qo'lida avvalgidan ko'proq pul ko'rishi mumkin. Ammo xarid qobiliyati unchalik yaxshilanmasligi mumkin. Bu iqtisodiy muammo. Ikkinchi ma'nosi esa to'g'ridan-to'g'ri firibgarlik. Kimdir telefon qiladi yoki telegramdan yozadi. Sizga pensiya indeksatsiyasi bo'yicha 2 million 800 ming so'm aytmoqda. Pulni olish uchun plastik kartangizni oldorga rasmini yuboring. SMS kod keladi, uni aytasiz. Mana shu aldov. Hech qachon SMS kod bermang. Hech qachon karta rasmini yubormang. Hech qachon pensiya puli olish uchun notanish havolaga kirmang. Davlat organi sizdan bank kartangizdagi maxfiy kodni so'ramaydi. Endi eng ko'p adashiladigan joylarni tushuntiraman. Birinchi noziklik. Ish staji borligi pensiya albatta katta bo'ladi degani emas. Pensiya hisobida staj bilan birga ish haqi ko'rsatkichlari to'langan badallar, qonunda belgilangan koeffitsiyentlar ham muhim. Masalan, ikki odamning staji 30 ming yildan bo'lishi mumkin. Biri rasmiy ravishda yuqori maosh olgan, ikkinchisi esa ko'p yillar norasmiy yoki juda past rasmiy maosh bilan ishlagan. Natijada pensiya miqdori farq qiladi. Ikkinchi noziklik. Mehnat daftarchasidagi yozuv yetarli bo'lmasligi mumkin. Ba'zan daftarchada ishga qabul qilindi va ishdan bo'shatildi deb yozilgan bo'ladi. Lekin muhr o'qilmaydi. Buyruq raqami noto'g'ri, tashkilot nomi o'zgargan. Arxivda tasdiqlovchi hujjat topilmaydi. Pensiya organi bunday holatda qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Odam esa daftarcham bor-ku deb xafa bo'ladi. Men tushunaman, bu inson uchun adolatsizlik tuyuladi. Lekin rasmiy hisob-kitobda hujjatning ishonchliligi juda muhim. Uchinchi noziklik, ariza bermasangiz, ba'zi qayta hisoblar avtomatik bo'lmasligi mumkin. Ko'p pensionerlar agar menga pul tegishli bo'lsa, o'zlari berishadi deb o'ylaydi. Ayrim indeksatsiyalar avtomatik bo'ladi. Lekin ish stajini qo'shish, arxiv ma'lumotini kiritish, noto'g'ri hisobni tuzatish, familiya bo'yicha moslikni aniqlash kabi holatlarda sizning arizangiz va hujjatingiz kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun passiv kutish har doim ham to'g'ri emas. To'rtinchi noziklik, pul qaytariladi deganda hamma bir xil summa olmaydi. Bir pensionerga umuman farq chiqmasligi mumkin. Boshqasiga oyga 1000 so'm qo'shilishi mumkin. Yana bir kishiga hujjatlar aniq bo'lsa, kattaroq farq hisoblanishi mumkin. Masalan, onaxonning 6 yil staji hisobga olinmagan bo'lsa va bu staj pensiya formulasiga ta'sir qilsa, oyga 120 ming so'm qo'shimcha chiqishi mumkin. Lekin boshqa odamda qo'shimcha topilgan 2 yil staj pensiya miqdorini o'zgartirmasligi ham mumkin. Chunki u allaqachon maksimal hisobga yaqin bo'lishi yoki boshqa cheklovlar bo'lishi mumkin. 5-noziklik. Ortiqcha to'langan pul masalasi. Juda ehtiyot bo'ling. Ba'zan tekshiruv natijasida sizga kam to'langan emas, aksincha sizga ortiqcha to'langan degan holat ham chiqishi mumkin. Masalan, pensioner ishlayotganini vaqtida ma'lum qilmagan, imtiyozga asos bo'lgan holat tugagan, nogironlik guruhi o'zgargan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish holati bo'yicha ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda organlar ortiqcha to'langan summani qaytarish masalasini ko'tarish ehtimoli bor. Shuning uchun har bir ma'lumotni halol va to'liq berish kerak.
Oltinchi noziklik ijtimoiy nafaqa va pensiya bir narsa emas. Ko'pchilik pensiya deb hammasini bir xil ataydi. Aslida yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa kompensatsiya to'lovlari, moddiy yordamlar turli tartibda hisoblanadi. Indeksatsiya hammasiga bir xil qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shnining puli oshdi, meniki nega oshmadi degan savolga javob topish uchun avvalo qaysi turdagi to'lov olayotganingizni aniqlash kerak. 7-noziklik. Firibgarlar aynan pensionerlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. Ular o'zini pensiya bo'limidanman, bankdanman, yagona portal xodimiman deb tanishtiradi. Hatto telefon raqami rasmiyga o'xshashi mumkin. Ular shoshiltiradi. Bugun oxirgi kun, hozir aytmasangiz pul kuyadi, navbat yopiladi. Esingizda bo'lsin, haqiqiy davlat xizmati sizni qo'rqitib, SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shoshiltirayotgan bo'lsa, bu birinchi xavf belgisi. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Pensiya miqdoringiz qanday hisoblanganini bilib oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalanishni bilsangiz, tegishli davlat xizmatlari portali yoki rasmiy ilovalar orqali ma'lumotlarni tekshirishga harakat qiling. Lekin internetda faqat rasmiy manbalardan foydalaning, notanish havolalarga kirmang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni yig'ing. Sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, ish haqi haqida arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmatni tasdiqlovchi hujjat, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi guvohnoma. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik yoki imtiyozli ish sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ish joyingiz yopilib ketgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov berish kerak bo'ladi. Uchinchi qadam, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Albatta yozma ariza bering. Arizada quyidagicha mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyamni tayinlashda barcha ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olingan-olinmaganini tekshirib berishingizni, aniqlangan holatlar bo'yicha pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Arizani topshirganingizda ro'yxatdan o'tgan raqamini oling yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi qo'ydiring. Bu juda muhim. Chunki keyin muddatlar aynan ariza berilgan kundan hisoblanishi mumkin. 4-qadam, agar javob sizni qoniqtirmasa, tushuntirish talab qiling. Pensiyam oshmadi degan umumiy javob yetarli emas. Siz hisob-kitobda qaysi davrlar inobatga olingani, qaysi davrlar olinmagani, nima sababdan rad etilgani, qaysi hujjat yetishmayotgani haqida aniq yozma ma'lumot so'rashingiz mumkin. Yozma javob bo'lsa, uni keyingi bosqichda ko'rib chiqish oson bo'ladi. 5-qadam, arxiv bilan ishlang. Ko'pchilik arxivdan qo'rqadi, baribir topilmaydi deb o'ylaydi. Lekin ko'p holatda aynan arxiv ma'lumoti pensionerga pul qaytarilishiga sabab bo'ladi. Eski korxonaning to'liq nomini, qaysi yillarda ishlaganingizni, lavozimingizni, taxminiy bo'lim yoki sex nomini yozib bering. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, eski va yangi familiyangizni albatta ko'rsating. Masalan, ayol kishi qizlik familiyasi bilan 1928 yilda ishga kirgan, 1952 yilda turmushga chiqib familiyasini o'zgartirgan. Agar arxivga faqat hozirgi familiya bilan so'rov berilsa, eski ma'lumot topilmasligi mumkin. 6-qadam. Bank kartangizni himoya qiling. Hech kimga SMS kod bermang. Karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodi, mobil bank paroli, tasdiqlash kodlari sir saqlanadi. Agar sizga pensiya puli tushirish uchun kodni ayting desa, darhol telefonni o'chiring. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Pensiya bo'limiga o'zingiz boring yoki rasmiy raqam orqali tekshiring. Qarindoshlaringizga, ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlarga buni tushuntiring. 7-qadam. Farzandlar va nabiralar hamma yordam bersin. Ko'p otaxon, onaxonlar hujjat yig'ish, portalga kirish, ariza yozish, arxiv so'rab berishda qiynaladi. Agar siz yoshroq bo'lsangiz, ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir martada tekshirib bering. Mehnat daftarchasini suratga olib qo'ying. Hujjatlarni papkaga joylang. Qaysi tashkilotda qaysi yillarda ishlaganini alohida varaqda yozib chiqing. Bu ish bir kun vaqtingizni oladi, lekin oilangizga katta foyda keltirishi mumkin. 8-qadam. Asossiz va'dalarga ishonmang. Hamma pensionerga 5 milliondan pul qaytariladi. Faqat bugun ro'yxatdan o'tsangiz pul olasiz. Falon guruhga kiring, ro'yxatga qo'shamiz degan gaplar xavfli. Rasmiy xabar bo'lsa, u davlat organlarining rasmiy saytlari, rasmiy kanallari va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi.
Telegramdagi noma'lum kanal, notanish operator, ko'chadagi yordamchi sizning pulingiz xavfsizligini kafolatlamaydi. 9-qadam. Agar sizdan pul talab qilishsa, ehtiyot bo'ling. Pensiyani qayta hisoblatish uchun men ichkarida odam taniman, pul bersangiz tezlashtirib beraman degan vositachilarga ishonmang. Qonuniy murojaat uchun rasmiy tartib bor. Agar kimdir noqonuniy pul so'rasa, bu korrupsiya yoki firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Siz hujjatingizni qonuniy topshiring, javobni yozma oling. Kerak bo'lsa yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qiling. 10-qadam. O'z holatingizni aniq tahlil qiling. Sizda qaysi shubha bor? Staj kam hisoblanganmi? Ish haqi noto'g'ri olinganmi? Imtiyoz kiritilmaganmi? Indeksatsiya qo'llanmaganmi? To'lov turi noto'g'ri tanlanganmi? Har bir savol alohida tekshiriladi. Pensiyam kam degan umumiy gapdan ko'ra 1919 yildan 1914 yilgacha bo'lgan ish davrim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin desangiz, masala tezroq hal bo'ladi. Yana bir real hayotga yaqin vaziyatni aytaman. Otaxon 1990 yillarda bir zavodda ishlagan, zavod keyin yopilgan. Pensiyaga chiqqanda o'sha yillar bo'yicha ish haqi ma'lumot topilmagan. Shuning uchun hisob pastroq bo'lgan. Oradan yillar o'tib, viloyat arxivida zavodning ish haqi vedomoslari borligi aniqlangan. Farzandi ariza yozishga yordam bergan, ma'lumotnoma olingan, pensiya qayta ko'rilgan. Natijada oy pensiya oshgan. Bu yerda muhim narsa nima? Otaxon televizorda eshitib kutib o'tirmagan, hujjatni qidirgan, ariza bergan, rasmiy javob olgan. Boshqa vaziyatda esa onaxonga telefon qilib, sizga indeksatsiya bo'yicha pul qaytadi deyishgan. Ular kartadagi kodni so'ragan. Yaxshiyamki, nabirasi yonda bo'lgan va telefonni o'chirgan. Agar kod aytilganda kartadagi bor pensiya ham yechib olinishi mumkin edi. Shuning uchun men yana takrorlayman. Pensiya pulini olish uchun hech qachon SMS kod aytilmaydi. Bugungi gapning mohiyati shuki, pensiya indeksatsiyasi va qayta hisob-kitob masalasida haqiqiy imkoniyat ham bor. Katta aldov xavfi ham bor. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, hujjatlaringizni tekshirtirib, qonuniy yo'l bilan farq pulini olishingiz mumkin. Lekin kimdir telefon qilib, pul qaytarilmoqda, kodni ayting desa, bu sizni aldashga urinish bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Men sizga tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni tekshiring, yozma ariza bering, arxiv ma'lumotlarini qidiring. Rasmiy manbalarga suyaning va kartangiz ma'lumotlarini hech kimga bermang. Ayniqsa ota-onangiz, bobo-buvingiz, qo'shni yolg'iz pensionerlar bo'lsa, ularga bu ma'lumotni albatta tushuntiring. Sizning pensiyangiz bo'yicha shubhangiz bormi? Stajingiz to'liq hisoblanganmi? Sizga ham indeksatsiya yoki pul qaytarish haqida qo'ng'iroq qilishganmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bu mavzuda xabardor bo'lgan odam o'z pulini ham, huquqini ham, xavfsizligini ham himoya qila oladi.